kengaychilikda, saqliqda, mo'l bayashatchilikda, mol dunyo ichida shukr bilan majburiyatlarimizni unutmaslik bilan Allohni har vaqt eslab turish bilan imtihon qilamiz. Biz zulm ostidagi vaqtimizda erkin bir dunyoga chiqsam, islomiy kitoblarni o'qisam, bolalarimni islomiy maktablarda o'qisam, o'zim islomning xizmatkori bo'lsam, hatto ba'zilarimiz mujohid bo'lsam deb İzzet İslam'da çıkış yolumuz İslam deb shuar to'lg'anlar. Bugun kunimizda kimning keydidan menib shuar to'layotidu? İzzetni nereden izlayotidu? Biz ilgirki dersimizde bayan qilganimizdek Musa alayhissalomga iymon etgan va uningga ergashgan Bani Isroillarni Alloh taolo Fir'avnning zulmidan dengizni ikkiga ayirish orqali qutuldirib, erkin dunyoga elib chiqdi. Fir'avnni bo'lsa dengizda g'arq qilib halok qildi. Bani Isroillarning zulmdan erkin dunyoga chiqishi deganligi, ularning imtihon qog'ozining almashganligi, bir imtihondan yana bir imtihonga yo'tkalganligini bildiradi. Bizmi ko'p hollarda qiyinchilik uchragan vaqtimizda Alloh bizni imtihon qildi deymiz, ammo kengaychilik vaqtida o'zimizning bir imtihon ichida ekanligini unutmaymiz. Masalan biz saq vaqtimizda o'zimizni imtihon ichida deb qaramaymiz. Ammo bir kasalga mubtalo bo'lsak, Alloh meni imtihon qilibdi, Alloh meni sinabdi deymiz. Shundaqla bayashat vaqtimizda o'zimizning texmi bir cho'ng imtihon ichida ekanligini unutmaymiz. Faqirchilik qilgan vaqtimizda Alloh bizni imtihon qilyapti deymiz. Amaliyotda bo'lsa, faqirchilik bir imtihon bo'lganga o'xshash, Allohning keng kushadi rizq berishi, mol dunyo berishi uningdan cho'ngroq bir imtihon. Zulmning ostidagi vaqtimiz bir imtihon bo'lsa, zulmdan qutulib erkin dunyoga chiqishimiz uningdan texmi cho'ng bir imtihon. Chunki inson faqirchilik vaqtida, ojiz vaqtida, kasal vaqtida, zulm ostidagi vaqtida Allohga texmi yaqin bo'ladi. Chunki u vaqtda o'zining ojizligini doim his qiladi. Ammo kengaychilikda bo'lsa, erkin dunyoga chiqqan vaqtida, saq vaqtida inson bexudlashadi. O'zining ojizligini unutadi. Allohga haqoratlik qiladi. Allohga ibodat qilish ig'iri keladi. Shuning uchun bayashatchilik imtihoni, mol dunyo imtihoni, erkin dunyo imtihoni, qiyinchilik, kasal, zulm ostidagi imtihondan texmi ig'ir. Biz buni bilmagachga ko'p hollarda zulm ostidagi imtihondan o'talib, kengaychilik, bayashat, erkin dunyodagi imtihondan o'tolmaymiz. Chunki biz o'zimizni ana shu qiyinchilikqa chidaganligimiz uchun bu bayashat turmushga erishgandek, u zulmning ostida sabr qilganligimiz uchun uning mukofotiga bu erkin dunyo ne'mati berilgandek o'ylab qolamiz. Amaliyotda bo'lsa, bizning zulmga, qiyinchilikqa, kasalga, yo'qsullikqa sabr qilganligimizning mukofoti bo'lsa, bu dunyoda emas, oxiratda bo'ladi. Bu dunyo imtihon maydoni, jazo, mukofot maydoni oxiratda. Bu dunyoda emas. Shuning uchun bizning har bir ahvolimiz imtihon ichida. Qiyinchilikda, kasalda, zulm ostida sabr bilan imtihon qilingan bo'lsa, kengaychilikda, saqliqda, mo'l bayashatchilikda, mol dunyo ichida shukr bilan majburiyatlarimizni unutmaslik bilan, Allohni tunish bilan, Allohni har vaqt eslab turish bilan imtihon qilamiz. Demak, bizning ahvolimizning o'zgarishi, ya'ni zulm ostidagi holatimizdan bu erkin dunyoga chiqishimiz, namratchilik, yo'qsullikdan boy bo'lishimiz bu bizning faqat imtihon suolining qiyinlashganligini bildiradi. Dal shuningdek, Bani Isroillarning zulm imtihoni oxirlashib, kengaychilik, erkin dunyo imtihoni boshlangan edi. Lekin Bani Isroillar buning bir imtihon ekanligini unutdi. Keng dunyoga chiqqandan keyin nima desa bo'ladigan, nima ish qilsa bo'ladigan o'zini nihoyat erkin, xuddi Allohga, Musa alayhissalomga ehtiyoji yo'qdek bir tuyg'u kelib qoladi. Xuddi biz zulm ostidagi vaqtimizda nihoyat taqvo, Allohga mahkam esilgan, bolalarimizni, iqtisodimizni Alloh yo'liga atgan, ayollarimiz bo'lsa, Sulaymon degan tahdid ostidami hijobdan ayrilmagan, ana shunday imtihondan o'tib, bu erkin dunyoga chiqqandan keyin xuddi imtihon oxirlashgandek hammamizning Allohga bo'lgan ehtiyoji qolmagandek islomdan yiroqlashganga, ayollarimiz hijobini tashlaganga, o'zimiz iqtisodimizni, vaqtimizni, hatto bolalarimizni islomga atashni xuddi uni zoya qilgandek bir tuyg'u kelib qolganga o'xshash Bani Isroillarmi erkin dunyoga chiqqandan keyin xuddi Allohga hojati qolmagandek bir tuyg'u kelib qoladi. Ammo Musa alayhissalom ularga nasihat qildi. Alloh taoloning ularni ana shunday mo'jiza bilan u erkin dunyoga elib chiqqanligini eslatdi. Bizmi har vaqt fosiqlashgan vaqtimizda, suslashgan vaqtimizda, Allohdan yiroqlashgan vaqtimizda Allohning bizni o zulmdan qutuldirganligidan iborat bu ne'matini esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Shunday qilib Musa alayhissalom Bani Isroillarga nasihat qilish bilan birga ularni Alloh taolo buyurgan Falastin taraf qarab boshlab mangadi. Chunki Falastin Alloh taolo Ibrohim alayhissalom va uning avlodlariga bo'lib bergan va ularni u yerga hukmron qilgan zamin edi. Bu sababdan Alloh taolo Ibrohim alayhissalomning avlodlari bo'lgan bu Bani Isroillarni ana shu asli zaminiga berishga buyurdi. Alloh taolo Qur'on Karimda va awrathnal qawmallazina kanu yustad'afuna mashariqal ardi va magharibaha allati barakna fiha. Biz zulmga uchragan
Bani İsraillarni zulmdan qutuldirib, Alloh taolo barakatli qilgan o Sham zaminiga, ya'ni Palestin va uning atrofidagi zaminga urunlashtirdik. Va tammat kalimatu robbikal husna ala bani Isroila bima sabaru. Bani İsraillar Fir'avnning ostidagi zulmga sabr qilganligi, bardoshlik berganligi uchun Alloh taolo ularga va'da qilgan o zaminni ularga amalga oshirdi. Ya'ni Alloh taolo Ibrohim alayhissalomga taqsim qilib bergan o zaminga o Bani İsraillar zulm ostida irib kelmaganligi uchun mustahkam turganligi uchun o zaminga ularni ega qildi deydi. Ya'ni Bani İsraillar o zulm ostida iymonda mustahkam turib, Musa alayhissalomga ergashganligi uchun Alloh taolo ularni zulmdan qutuldirib, o zaminga ega qildi. Demak, bir ne'mat berdi. Ammo bu ne'mat bilan imtihon oxirlashmadi. U Bani İsraillarni erkin dunyoga elib chiqish bir ne'mat bilan birga bir imtihon edi. Shundaqla texmi cho'ngroq bir imtihon edi. Chunki bir odam oddiy bir imtihondan o'tgandan keyin uning martabasini yuqori ko'tarish uchun, uningga texmi cho'ng ishon topshirish uchun uni texmi cho'ng imtihonlar bilan sinab qiladi. Alloh taolo bu sababdan Bani İsraillarni zulmga sabr qilganlik uchun u imtihondan o'tkazib, yana bir qiyin bo'lgan erkin dunyo ne'matidan iborat bu imtihonga ega qildi. Xuddi bizga o'xshash. Biz zulm asldagi vaqtida bir imtihon ichida. Hali ham zulm asldagi qarindoshlarimiz bir imtihon ichida. Lekin biz erkin dunyoga chiqqan Uyg'urlar texmi cho'ng bir imtihon ichida. Biz o zulm asldagi qarindoshlarimizni texmi bakrak tirishmasak, o'zimizning e'tiqodida texmi chinroq turmasak, atrofimizdagi yumshoq kuchlar bizni ertib o'tadi. U vaqtda biz imtihondan o'tamagan bo'lamiz. Chunki inson shu darajada tuzkor narsaki, ojiz vaqtida Allohga o'zini atadi, ammo azroq erkinlashgan vaqtida, azroq bir narsa bilib qolsa, azroq Alloh taolo mol dunyo bersa, o'zining kimligini unutadi. Bani İsraillarda dal mushu ahvol yuz beradi. Ya'ni ular erkin dunyoga chiqqandan keyin nihoyat jur'atli, har xil gaplarni qiladigan bo'lib ketadi. Lekin Musa alayhisalom ularga nasihat qilib, Alloh taolo ularni qutuldirganligini ularga eslatib turadi. Shundaqla Musa alayhisalom ularni ergashtirib, Falastin tarafga minayotgan vaqtida bir mahalladan yoki bir yezidan o'tadi. U yezlik kishilar bo'lsa butga ibodat qiladi. Bu Bani İsraillar ularni ko'rib, ularga havas qilib qoladi. Musa alayhisalomga: "Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha." Ey Musa, bizga bu Mavlaga o'xshash ilohdan birini qilib bersan bo'lmamdi. Biz bu Mavlaga o'xshash butga ibodat qilsak bo'lmamdi, deydi. O'ylab baqing, texi Alloh mo'jiza bilan dengizni ikkiga ayirib zulmdan qutuldirib erkin dunyoga elib chiqsa, bu Bani İsraillar Alloh bizni qutuldirdi demasdan erkin dunyoga chiqqandan keyin kishilar butga ibodat qilib yashaydi ekan, biz mu shundoq yashsak bo'ldi ekan-ku, deydi. Bu deganlik faqat haykallar ko'rsatmaydi. Kishilarning Allohdan boshqa cho'ng bilgan har qanday narsasi bu biz qarab boqadigan bo'lsak, biz erkin dunyoga chiqqandan keyin chet elda nurg'un kishilarning oxiratni unutib, faqat mushu dunyoni ko'zlab, bolalarni o'qitishga maqsadi mushu dunyoda yaxshiroq bir xizmatga erishish, yaxshiroq kun kechirishni iborat mushu dunyo butiga chiqayotganligini ko'rdik. Biz Alloh taolo bizni u zulmdan qutuldirdi. Biz boshqa millatga o'xshamaymiz. Biz Alloh taolo tanlagan kishilar, bizning majburiyatimiz bor deb o'ylanmasdan, ularga havas qilib, xuddi Bani İsraillardek mushularga o'xshash yashsak bo'ldi ekan-ku deb ularga o'xshash yashashga boshladik. Ko'zlaydiganimiz oxirat emas, boshqalarga o'xshash mushu dunyo bo'ldi. O'zimizning vaqtini sarf qildiganimiz, bolalarimizni o'qitishimiz va barliq qarorlarimiz faqat va faqat mushu dunyoga markazlashdi. Ya'ni Bani İsraillar kishilarning butga chiqayotganligiga qarab, bizgimi but tiklab bergan deganga o'xshash, biz bu chet elga chiqqandan keyin butun kishilarning dunyoni qo'g'lishib yashayotganligini ko'rib, biz shundoq yashsak bo'ldi ekan-ku deb shularga o'xshash yashashga qadam oldik. Islom haqida, iymon haqida, Alloh bizni qutuldirdi. O mazlum xalqimiz uchun nima ishlarni qilamiz? Iymonimiz uchun, Alloh yo'lida oxirat hayotimiz uchun nima ishlarni qilamiz? Bu haqda o'ylaydiganlarimiz nihoyat az qoldi. Hammamizning g'ami bir uy elib olsam, bir mashina elib olsam, bolalarimning mushu dunyodagi hayotini bir urlashtirib olsam, yaxshi bir maktabga kirgizib olsam degan mushu g'amni birinchi g'amimiz qildi. Oxiratni ikkinchi g'amimiz va yoki unutdik. Ammo biz o zulm ostidagi vaqtimizda faqat o'ylaydiganimiz Alloh roziligi edi. Hatto biz shu zulm ostida bolalarimizning kelgusi qandoq bo'ladi deb o'ylamasdan shu zamindagi maktablarga bermay, diniy ma'riflarga berib, Allohga butunlay o'zimizni topshirgan edik. Hatto biz shu zulm ostida turibmi, bolalarimizning kelgusi qandoq bo'ladi, dunyoda qandoq yasha demay, nurg'ulg'in kishilar bolalarini Alloh yo'liga atgan. Ammo biz erkin dunyoga chiqqandan keyin o zulm ostida ensirmaydigan bolalarimizning kelgusidan ensirashga boshladik. Ya'ni biz Allohni unutdik, oxiratni unutdik. Biz Allohni unutgan bo'lg'achqa Alloha fanasihum. Allohmi bizni unutib, dunyoni beshimizga ko'ydirib qo'ydi. Nima ish qilsak ziyon tortdik. Ya'ni biz oxiratni birinchi qilib mangan bo'lsak, dunyolikni qo'lga olatdik, oxiratni qo'lga olatdik. Biz oxiratni unutib, dunyoni birinchisiga elib, dunyomi qo'ldan ketdi, oxiratimizni qo'ldan ketish oldida turibdi. Chunki navbatdagi farzandlarimizning, avlodlarimizning ahvoli hammamizga ayon. Hammasi axloqiy jihatda buzilmoqda, iqtisodiy jihatda bo'lsa, dinsizlik qarab mangmoqda. Biz bu buhronni ko'ramidik. Demak, biz xuddi Bani İsraillar erkin dunyoga chiqqandan keyin kishilarning butqa chiqayotganligiga qarab, bizim bu shundoq butqa chiqonsak bo'ldi ekan-ku deganga o'xshash, bu dunyo butiga dum tushdik. Nurg'ulg'an davlatlarning sekulyar va uningdan boshqa Allohning qonuni bo'lmagan sistemalar bilan boshqalayotganligini ko'rib, bizmi davlat qursak, sekulyar davlat quramiz deydigan bir holatga keldik.
bu gapimizning Bani İsraillarning Musa alayhissalomga ularga o'xshash bizga but tiklab degan gapdan qanday farqi bor? Hech qanday bir farqi yo'q. Musa alayhissalom Bani İsraillarga nasihat qilib, "G'ayrallohi abghikum ilaha va huwa faddalakum alal alamin." Ey Bani İsraillar, Alloh taolo sizlarni barcha kishilardan ustun qilgan tursa, sizlarga boshqa bir iloh izlandim. Ey Uyg'ur musulmonlari, Alloh taolo sizlarni islom bilan sharaflantirib, barcha kishilardan ustun qilgan tursa, bu erkin dunyoga chiqqan tursa, endi sizlar Allohning qonunidan boshqa bir qonun, Allohning chiqish yo'lidan boshqa bir chiqish yo'l, Allohning sistemidan boshqa bir sistemini izlamsizlar, qashinglarda islomdan iborat eng ulug' ilohiy adolatni o'z ichiga olgan eng mukammal sistem tusa, yani sizlar sekular va onun boshqa azg'un batil sistemlarni izlamsizlar va iz anjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adab. Ey Bani İsraillar, Fir'aun sizlarga ajoyib azoblarni tetitgan, sizlarning o'g'illaringlarni o'ltirgan, ayollaringlarni tirik qo'yib malaylikqa sog'gan. Sizlar buni unutdinglarmi? Bundaq Allohga shirk qo'shmanglar. Allohning sizlarni u zulmdan qutuldirib bu erkin dunyoga chiqqan ne'matini unutmanglar. Va fi zalikum bala'un min robbikum azim. Bu bir cho'ng bir imtihon. Ya'ni sizlarning erkin dunyoga chiqishinglar cho'ng bir imtihon deydi. Musa alayhissalomning Bani İsraillarga degan bu gapi xuddi bizga degandeklar. Chunki biz xuddi Bani İsraillardek erkin dunyoga chiqqandan keyin u vatandagi taqvodorligimizni saqlayamidik. O vatandagi yo'nalishimizni saqlayamidik. Biz jiq o'zgardik. Vatanda har birimiz mujohidlarni yaxshi ko'ratdik. Ammo chet elga chiqqandan keyin fikrimiz o'zgardi. Vatanda bir islomiy davlat qursak, islomiy muhit ichida yashasak deydik. Ammo hozir biz islomiy davlat desa xo'shaqmaydigan, hatto bir islomiy davlat qurilsimi, uning keyinda turli yomon gaplarni qilib, ularning obrazini xunuklaştiradigan mushundaq bir holat keldi. Biz o'zgardik. Acaba biz Bani İsraillar Fir'aunning zulmini unutqanga, Allohning mo'jizasi bilan ularni qutuldirganligini unutqanga o'xshash, bizmi o zulm ostidagi Alloh yo'lida to'lagan badallarimizni unutdikmi? Allohning mushundaq ne'mati bilan bizni erkin dunyoga chiqarganligidan iborat bu ne'matini unutdikmi? O zolimlarning bizning erlarimizni turmalarga, kamplarga sulab qiynayotganligini unutdikmi? Va fi zalikum bala'un min robbikum adim. Bu bizning erkin dunyoga chiqishimiz, buningda cho'ng bir imtihon bor. Qanday imtihon? Biz zulm ostidagi vaqtimizda erkin bir dunyoga chiqsam, uni qilsam, buni qilsam, islomiy kitoblarni o'qisam, bolalarimni islomiy maktablarda o'qisam, o'zim islomning xizmatkori bo'lsam, hatto ba'zilarimiz mujohid bo'lsam deb mush arzularni qilgan. Ammo erkin dunyoga chiqqandan keyin-chi, hozir yo'lnishimiz qaysi taraf qarab ketib boradi? Hozir shu topda bizni g'amga selayotgani dunyolik ishmi yoki oxiratlik ishmi? O zulm ostidagi vaqtimizda mujohid bo'laman deganlar hozir nima ish qilyapmiz? Dinda o'qib, islom uchun xizmat qilmaydi degan o'quvchilar qaysi kasblarda o'qib, kimning keynidan mengayapmiz? İzzet İslam'da çıkış yolumuz İslam deb shuar to'lg'anlar. Bugun kunimizda kimning keynidan mengib shuar to'lawatıdi? İzzetni nereden izlawatıdi? Innakum qawmun tajhalun. Sizlar haqiqatan jahil millat, jahil xalq ekansizlar. Alloh taolo sizlarni ana shundoq mo'jizaviy usullar bilan u zulmdan qutuldirgan tursa, ya'ni dengizni ikkiga yerib Fir'aunning zulmidan qutuldirgan tursa, ya'ni shundoq turib sizlar kishilarning ibodat qilayotgan u dunyo butlarga, kufriy sistem butlarga havas qilib, bizmi shundoq qilsak bo'ladi ekan deb ularga havas qilyapsizlar. Sizlar Fir'aunning sizlarga zulm qilganligini, o'g'illaringlarni o'ldirganligini unutib qoldinglar. Ey Uyg'ur xalqi, sizlar u zolimlarning o'g'illarini, erkaklarni turmalarga, tarbiyalash markazlariga sulab o'ldirganligini unutib qoldinglar. Sizlarning erkin dunyoga chiqqanliginglar bir imtihon edi. Sizlar buni his qilmadinglar. Sizlar bu erkin dunyoga chiqqandan keyin o'zgardinglar. Yo'lishinglar o'zgardi, fikringlar o'zgardi. Innakum qawmun tajhalun. Sizlar haqiqatan jahil kishilar ekansizlar deydi. Bani İsraillar xuddi bizga o'xshash yurtini tashlab qochib chiqqan bo'lg'achqa, ularning ko'p sonliqining pul, mollari hammasi Misrda qolgan edi. Shunga ular erkin dunyoga chiqqandan keyin ularning uchraydigan birinchi qiyinchiligi dunyo qiyinchiligi bo'ladi. Ya'ni iqtisod qiyinchiligi bo'ladi. Xuddi bizga o'xshash. Bu vaqtda ularning qilishga tegishli ishi sabr va tirishchanlik edi. Lekin ular unda qilmay Allohga malomat qilishga boshladi. Hatto Allohga hurmatsizlik qilib, yadullohi mag'lula. Alloh bexilga. Alloh bizga rizq bermadi deb mana shunday adabsizliklarni qilishga boshladi. Musa alayhissalom Bani İsraillarga nasihat qilib, sabr qilinglar. Alloh taolo sizlarni chuqur bu zaminga hukmron qiladi. Bardashlik biringlar. Bu kunlar o'tib ketadi deb ularga sabrni tavsiya qildi. Lekin vaqt o'tgan sari ular texmi haddidan eshqa. Qilisiga kelgan fikr Allohga hurmatsizlik bo'lsa-mu o'tirib qo'yaveradigan bo'ldi. Hatto ular shu darajaga bordiki, ya Musa, lan nu'mina laka hatta naralloha jahra. Ey Musa, Allohni biz ko'rmaguncha sana endi ishonmaymiz degan holat keldi. Xuddi bizning oramizdagi ma'lum kishilar erkin dunyoga chiqqandan keyin Alloh bormi yo'qmi deb ikkilanib, dindan yiroqlashib, dinsizlik yo'liga manganga o'xshash Bani İsraillarmi u zulm ostidagi vaqtda Musa alayhisalomga ishonib, u zulmdan qutulib erkin dunyoga chiqib bo'lib, lan nu'mina laka hatta naralloh. Allohni bizdan ko'zdan ko'rmasak, uni imo etmaymiz. Allohni bizga ko'rsat deydi.
Demek erkin dünya nimetide biz uçraydigan en çoğun tehdit xuddi Bani İsraillarga o'xshash dinsizlik tehdidi. Navbatda yoshlarimizni, farzandlarimizni o'qiyotgan maktablari, aralashgan do'stlari sababli dinsizlik tehditlari nayt qo'rshab kelyapti. Bunun qarta ota-ona intayin sezgi bo'lmasa, bolalarga nisbatan iymon tarbiyasi, e'tiqod tarbiyasini birinchi o'ringa qo'ymasa, bizning farzandlarimizni bu erkin dunyoda dinsizlik tashviqotlari, dinsizlik bo'hronlari yutib ketadi. Natijada Bani İsraillarga o'xshash Allohni biz ko'rmasak, Allohga iymon etmaymiz deydigan bir avlod maydonga keladi. Bu vaqtda biz Allohning azobiga qolamiz. Bani İsraillar mana bu shunday haddidan oshgan vaqtida Alloh taolo ularga qattiq chaqmoq chaqqizib, ularning hammasini o'lganga o'xshash hushidan ketkizib o'tadi. Ularning hammasi ig'ir hushidan ketadi. Bir ozdan keyin ularni asli keltirdi. Ya'ni Alloh taolo bu orqali ularga o'zining qudrati, ularning ojiz ekanligini tunutmoqchi bo'ladi. Bu signal bilan Bani İsraillar azroq bo'lsa-mu o'zining hoshini tepib olgan bo'lsa-mu, lekin ularning ichidagi qalaymaqan fikr besiqmaydi. Musa alayhissalom Bani İsraillarga Misrdagi vaqtida biz bu yerdan chiqqandan keyin Alloh taolo bizga bir kitob tushirib berdi. Biz shuniga amal qilib hayotimizni, davlatimizni qurib chiqamiz deb ularga va'da bergan edi. Bani İsraillar Musa alayhissalomga qashag'iga kelib, "Ey Musa, sen bizga Alloh bizga kitob tushirib berdi" degan edi. "Qani u kitob?" deb so'raydi. Musa alayhissalom Alloh u kitobni cho'qim tushirib berdi deb ularga sabr qilishga, oldirmaslikqa, har ishning vaqti kelganda bo'ldiganligini tavsiya qiladi. Bani İsraillar erkin dunyoga chiqqandan keyin ularning ichida bosh ko'targan 3-chi cho'ng ish bo'lsa, rahat qo'g'ilishish, jafodan qochish, faqat mushu dunyolar ko'zlash, oxiratni unutish edi. Bu sababli ularning ichida mol dunyo eng muhim narsaga aylandi. Hatto mol dunyo uchun birsi-birisini o'lim bilan qaslashga urinadi. Ularning ko'zida dunyo shunchalik yo'g'nab ketadiki, Musa alayhissalom jannatga qiziqtirsa, do'zaxdan ogohlantirsa, Musa alayhissalom ularning ko'ziga sat ko'rinishga boshlaydi. Bu Musa davomli bizni jannatga qiziqtirib, do'zaxdan qo'rqitdi deb Musa alayhissalomga har xil gap so'zlar orqali aziyat berishga boshlaydi. Oxir Musa alayhissalom ularning aziyatlariga bardoshlik bermay, "Ya qavm, lima tu'zunani va qad ta'lamuna anni rasululloh." Sizlar meni Allohning elchisi deb ergashib turib, nima uchun menga bunchalar aziyatlarni bersizlar deydi. Xuddi bugun kunimizda, o zulm ostidagi vaqtimizda bizning ulamolarimiz, diniy olimlarimiz bizga nisbatan eng suyumli, eng hurmatli kishi, ammo erkin dunyoga chiqqandan keyin u odamlar bizning ko'zimizni sat ko'rishga boshlaganga o'xshash Bani İsraillardimi bu ish avj oladi. Ular oxirida, "Ey Musa, sen bizga Misrdagi vaqtingda biz erkin dunyoga chiqqandan keyin Alloh taolo bizga bir kitob tushirib berdi degan eding. Qani u kitob?" deydi. Musa alayhissalom va'da qilgan kitobni tushirib berish uchun Allohga duo qiladi. Alloh taolo Musa alayhissalomga 30 kun ro'za tutishga buyurdi. Musa alayhissalom bu muqaddas kitobni topshirib olish uchun, o'zini ruhiy jihatda poklash uchun 30 kun ro'za tutdi. 30-kuni Alloh bilan so'zlash uchun berishni ilgari og'zining purab qolganligini his qilib og'zini tozalaydi. Ondan keyin Alloh bilan bevosita so'zlash uchun Tur Saynoga keladi. Alloh taolo Musa alayhissalomga, "Ey Musa, nima uchun og'zingni tozalading?" deydi. Musa alayhissalom, "Ey Alloh, og'zim purab qopti ekan. Bu xil holatda sen bilan paranglashishni hayiqdayim" deydi. Alloh taolo Musa alayhissalomga, "Ey Musa, ro'z tutquchining og'zidan chiqqan o puroq menga ipar puroqidimi xush puroq keladi. Sen buni bilmamsan. Sen berib qaytib 10 kun ro'z tutib kel" deydi. Musa alayhissalom yana qo'shib 10 kun ro'z tutgandan keyin o'zining xalqiga qirindishi Harun alayhissalomni bosh qilib Alloh bilan so'zlash uchun Tur Saynoga qarab mangdi. Xalqiga yaxshi qarashqa, ularni shirkdan tutishqa, ularga Allohni eslatishini topilaydi. Shunda qilib Musa alayhissalom Alloh bilan paranglashib, Tavratni elish uchun Tur Saynoga qarab mangdi. Harun alayhissalom bo'lsa nihoyat muloyim, notiq edi. Bani İsraillar Musa alayhissalomdan ayrilgandan keyin ularning ichida har xil fikr yana qaytadan avj oladi. Bani İsraillarning nazarida Misrdagi vaqtidan tatib Muzay, ya'ni Kalaning balasi nihoyat hurmatli ulug' hayvonning birisi edi. Musa alayhissalomning yo'qligidan foydalanib, ularning ichidagi Samiri ismli birisi Musa o'zining ilohini izlab ketdi. Amaliyotda bizning ilohimiz mushayada bor. Sizlar oltin kumushlaringlarning hammani to'planglar. Ya'ni Misrning o'zini elib olgan ba oltin kumushlaringni to'planglar. Musa izlab ketgan ilohinglarni men sizlarga tep beraman deydi. Uning gapiga aldangan ba'zi nadan kishilar oltin kumushlarini to'playdi. Bu Samiri u oltin kumushlarini eritib, tumir aralashtirib bir muzay yasab chiqdi. Shundaqla bu muzaydan shamol o'tish orqali mo'ngirgan ovoz chiqadigan shaklda yasaydi. Va bu orqali muzayning o'zining ilohiy ekanligi, Musa alayhissalomning uni unutib qilib, ilohni boshqa yerdan izlayotganligini o'ttirib qo'yib, kishilarga bu muzayning ilohiy ekanligini ishontirdi. Allohni ko'rsak bo'laddi, ko'rmay turib qandoq e'tiqod qilamiz deb bir ko'radigan narsaga cho'qinishga talpinayotgan bu jahil xalq muzayni yasab oldida qo'ygandan keyin burundan muzayni ulug'lab kelgachga muzayga cho'qinishga boshlaydi. Harun alayhissalom bu ahvolni ko'rgandan keyin darhol ularni to'sidi. Harun alayhissalom ularga, "Ya qavm, innama futintum bi." Ey qavm, sizlar bir fitnaga tushdinglar. Bir imtihonga tushdinglar. Bu sizlarning ilohinglar emas. Va inna robbakumur rahman. Sizlarning ilohinglar bo'lsa, u Rahman shafqatli zot. Sizlarga quyoshni berib, havoni berib, suvni berib, nafaslantirayotgan Rahman taolo sizlarning Robbinglar. Bu muzay sizlarning Robbinglar emas. Fattabi'uni va ati'u amri. Menga itoat qilinglar, mening buyrug'imga bo'ysuninglar. Bu Samirining gapi kirmanglar deydi.
Ammo ko'p qism Bani Isroillar Samirining keyniga kirib, Musa alayhissalom yo'q vaqtida bu muzayga cho'qinishga, muzayni iloh deb qarashga boshlaydi. Musa alayhissalom bo'lsa Tur Saynaga berib, Alloh bilan paranglashgan vaqtida tunja qilib Alloh taoladan Robbi arini anzur ilayk. Ey Alloh, men seni bir ko'rsam deydi. Allah Teala Musa aleyhisselam'a cevaben "Len tarani, walakin inzur ilal cebel fe in istaqarra mekanahu fesawfa tarani." Sen beni bu dünyada o güzel olan göremeysen. Lakin sen tak qara, men üzemde bir tecelli qileme. Tağ ornu mustahkem turalsa, beni göreleyse deydi. Şundaqla Allah Teala özünü şundaqla tecelli qilishig'a, o tağ ornun yıqılıp küküm talqan bo'lib ketdi. Musa aleyhisselam bo'lsa yıqılıp hushidan ketdi. Bir ozdan keyin hushiga kelib o'zining degan gaplarini esiga oladi-da, "Subhanaka tubtu ilayk va ana awwalul mu'minin." Ey Allah, sen pak tursan. Men sana tövbe qildim. Men seni ko'masam, sana ishongan kishilarning birinchisi, tunjisi bo'laman deydi. Allah Teala Musa aleyhisselam'a "Ya Musa, inni istafaytuka alen-nas bi risalati ve bi kalami." Ey Musa, men seni kishilarga, ya'ni Bani Isroillarga payg'ambar qilib tanladim. Men sana bergan bu elchilikni, bu ilm hikmetni va bu kitobni og'in va buningga yetarlik darajada shukr qilgin deb Musa aleyhisselam'a Tavrat yozilgan taxtaylarni tushirib berdi. Allah Teala Musa aleyhisselam yeniden ayrılmasdılar. Xalqining Musa aleyhisselam qishidan ayrılgandan keyin muzayga cho'qinayotganligidan iborat bu fojiani xabar beradi. Allah Teala Musa aleyhisselam'a "Inna qad fatanna qawmaka min ba'dik wa adallahumus samiri." Sen ketgandan keyin qavmini bir imtihonga duchor qildi. Ularni Samiri ismli bir ozdirib ketdi deydi. Musa aleyhisselam bu xabarni anglagandan keyin nihoyat g'azablandi va nihoyat oldirab o'zining xalqiga qaytdi. Va xalqining qishiga kelib, kishilarning muzayga cho'qinayotganligidan iborat bu shirkka dumishganligini ko'rib, qo'lidagi Tavrat taxtaylarini açıqlab yerga tashlab saludi-da, Harun alayhissalomning saqilini tutib, güshib, "Ya Harun, ma mana'ak id ra'aytahum dallu alla tattabi'an afa asayta amri." Ey Harun, kishilar shundaq ezib ketyapsa, shirkka tushayapsa, nima uchun ularni to'smaysa? Sen mening gapimga xiloflik qildingmi? deb nihoyat qattiq qayt. Harun alayhissalom bo'lsa, "La ta'khud bi lihyati wa la bi ra'si." Mening saqalimni tutib kallamni güshima. "Inni khashitu an taqula farraqta bayna bani Isroil." Men sening Bani Isroilni ikkiga ayirib o'tibsa, qutblashtirib o'tibsa deb men qayishingdan ensirab ularni shundaq bek qattiq tusammidim deydi. Ya'ni Harun alayhissalom hozir xuddi ba'zi bir ulamolarimiz, da'vatchilarimiz hozir haqida yomon ishlardan to'ssak, kishilar ikkiga bo'linib ketadi, qutublashib ketadi, kishilarni bo'lib o'timiz deb munkarni to'smaganga o'xshash bu bahonni ko'rsatadi. Batil ustida birlikni saqlab qolgandan haqiqat ustida bo'linish afzal edi. Shirk ustida turib, xatolik ustida turib, batil ustida turib birlikni saqlab qolganning nima foydasi? Ondan keyin Musa alayhissalom Samiriyni so'roqqa tortishga boshlaydi. "Ma xatbuka ya Samiri?" Ey Samiri, sen bu azallikqa nemishqa tushding deb so'raydi. Samiri bo'lsa o'zining xatolashganligini tunib, "Va kadalika sawwalat li nafsi." Men buni nafsim choyliq ko'rsatibdi. Men xatolashibdimmi deb yolvorishga boshlaydi. Musa alayhissalom biz Bani Isroillarni Alloh taolo o'zining mo'jizasi bilan qutqizib, shundaq erkin dunyoga elib chiqsa, endi biz shundaq shirkka tushsak, Allohning azobiga uchrab ketamiz. Shuning uchun biz tavba qilishimiz kerak deydi. Shirk degan faqat muzayga ibodat qilish va yoki haykalga ibodat qilishni ko'rsatmaydi. Biz Allohni unutib, keyindan mangan har qanday narsa shirk bo'ladi. Masalan, biz Allohga ishongandek, oxiratni ko'zlagandek boshqa narsani o'xshash ko'zlasak, Allohning roziligini ko'zlagandek boshqa narsaning o'xshash roziligini ko'zlasak, biz mushrik, shirk qo'shgan bo'lamiz. Masalan, biz o'zimizni musulmon deb turib, Alloh ishonaman deb turib, lekin Allohning qonuni adil emas. Va yoki biz sekulyar davlat quraymiz, va yoki biz hozir dunyoligimizni qo'limizga olmasak, u boshqa ishning hammasi oqmaydi deb Allohga bo'lgan ishni bilan biriga boshqa narsalarga tang e'tiqod qilsak, Allohning qonuni cho'ng bilgandek boshqa qonunlarni cho'ng bilsak, boshqa yerdan chiqish yo'li izlasak, biz Bani Isroilga o'xshash biz butga cho'qingan bo'lamiz. Bu vaqtda biz Allohning nusratiga emas, g'azabiga loyiq bo'lamiz. Musa alayhissalom bundan ansirab, darhol biz Allohga tavba qilmasak, Allohning azobiga loyiq bo'lib qolamiz deb 70 kishini tanlab Bani Isroillarning cho'nglari bilan tog'ning ustiga Allohga tavba qilish uchun ularni boshlagan. Ular tağının qışığı kila kemiyla ya terveb ketidi. Musa aleyhisselam Allah'a yalvarıp Rabbi law shi'ta ahlaktahum min qablu ve iyyay atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna. Ey Rabbimiz Allah, sen xalagan bolsan sen bizni burulla azaplagan bolatdın. Bizim aramızdaki o qismen aqlsizlarning qilgan ish tufayli bizni bu azabqa, bu halokatga duchor qilmag'in deb Allohga duo qiladi. Albatta Allohga shirk keltirgan, u aqlsiz yo'llarga manganlar Bani Isroillarning hammasi emas edi. Xuddi bizning aramizdanmi u shirk yo'llarga manganlar, Allohning yo'lidan boshqa yo'ldan chiqish yo'li izlaganlar, Uyg'urlarning hammasi bo'lmasmi, lekin ular Allohga tavba qilmasa, Allohning azobi am, xuddi rahmat am bo'lgandek. Şoňa biz Musa aleyhisselamga oxşaş Rabbana la tu'akhidna bima fa'ala sufaha'u minna. Ey Allah, bizning aramızdaki o aqlsizlarning qilgan ish tufayli bizni azobga duchor qilmagin. Azobingni umum qilmagin deb Allohdan tilishimiz kerak. Bo'lmasa bizning aramizdami ana shundaq aqlsizlar maydonga kelyapti. Dinsizlikni tashviq qilyapti. Allohga hurmatsizlik qilyapti. Uch oshkora oxirat, jannat, do'zaxni inkor qilyapti. Uch oshkora Qur'onni har xil shaklda sifatlayapti. Uch oshkora islomga, musulmonlarga haqorat qilyapti. Bu aqlsiz kishilarning qiliqi tufayli Alloh taolo bizni azobiga duchor qilmag'ay.
Buni Allohdan tilashimiz kerak. Musa alayhisalom ana shunday duo qildi. Alloh taolo Musa alayhisalomning duosini ijobat qilib, ularni tövbaga buyurdi. Musa alayhisalom darhol xalqining qishiga qaytib kelib, ularni tövbaga buyurdi va qanday tövba qilganligini ularga ko'rsatdi. Musa alayhisalom: "Ya qavm, innakum zalamtum anfusakum bittihadikumul ijla." Ey qavmim, sizlar mo'zayga cho'qinish bilan Allohga shirk qo'shdinglar. Fatubu ila barikum. Sizlar Allohga tövba qilinglar. Tövba qilish usulinglar bo'lsa, faqtulu anfusakum. Sizlar o yaman nefsinglarni o'ldiringlar. O dunyoga telpinib turadigan nefsinglarni o'ldiringlar. Oxiratni unutildirgan nefsinglarni o'ldiringlar. O mo'zayni Allohning yo'lidan boshqa yo'lni cho'ng biladigan, shirkni cho'ng biladigan, Allohning qonunidan boshqa qonunni, sistemasidan boshqa sistemini yaxshi ko'radigan, kofirlarni cho'ng biladigan, mushu dunyoda dinsiz olsun, cho'ng ishlarni qilgan, pul topgan kishilarni cho'ng biladigan bu nefsinglarni o'ldiringlar. Oxirat hayotini ko'zlanglar. Ana shu vaqtda Alloh taolo sizlarga tövbe beradi deb tövbe qilishni yo'lini ko'rsatdi. Demak, bizmi islomdan chiqish yo'li yo'qdek, boshqa yo'llarni bizga chiroyli ko'rsatayotgan, boshqalarning chaqiriqini bizga chiroyli ko'rsatayotgan, kofir bo'lsa-mu, Allohni tunimasa-mu, o'sha dunyoda shuhratga erishgan kishilarni cho'ng biladigan bu yomon nafsimizni o'ldirishimiz kerak. Ana shu vaqtda biz Allohning azobini saqlab qola olamiz. Bu erkinlik imtihonidan o'ta olamiz. Bani Isroillar darhol Musa alayhisalomning degani bo'yicha Allohga tövbe istig'for aytdi va o'zining nafsiga qarata tarbiya olib boradi va o'zining o yomon nafslarini besib turishga tirishadi. Lekin ularning ichidagi ba'zi kishilarning orasidagi nafsi yana o'lmaydi. Yana ularni yomon ishqa, harom bo'lsin, boshqalarning haqqi bo'lsin, mushu dunyoda pul tepishni ko'zlaydigan mushu holat ularning orasida besiqmaydi. Bu sababdan Bani Isroillar ichidan bir odam yashinib qolgan, Misrdan chiqqan vaqtda oltin kumushlarini o'zi bilan birga olib olgan bir boyni maxfiy holda o'ldirib o'tdi va uning boyliqlarining hammasini o'zining uyiga akilib oladi va u boyning jasadini yiroq bir yeziga olib tashlab o'tdi. Bu voqea Bani Isroillar Falastinga yaqinlashgan vaqtida, ya'ni o'zining asli yurti bo'lgan Falastinga kerak degan vaqtda yuz berdi. Demak, qarab baqadigan bo'lsak, Bani Isroillar erkin dunyoga chiqqandan keyin tunji duch kelgan imtihon bo'lsa, dinsizlik, shirk imtihoni bo'ldi. Ya'ni kishilarning butga ibodat qilayotganligini ko'rib, bizmi shunga o'xshash butga ibodat qilaylik dedi. Xuddi biz chet elga chiqqandan keyin, ya'ni erkin dunyoga chiqqandan keyin butun kishilarning oxiratni unutib, mushu dunyoni ko'zlab yashaganligini ko'rib, bizmi shunday yashasak bo'ldi-kan-go deganga o'xshash Bani Isroillar haykal butga chiqayotganlarga qarab havas qildi. Xuddi biz dunyo butga chiqayotganlarga havas qilganga o'xshash. Ikkinchi imtihoni bo'lsa, iqtisodiy qiyinchilik bo'ldi. Ya'ni Bani Isroillar erkin dunyoga chiqqandan keyin ko'p sonliqning mol dunyosi Misrda qolgan bo'lg'achqa iqtisodiy qiyinchilikqa duch kelib Allohga hurmatsizlik qildi, adabsizlik qildi. Yadullohi maghlula. Alloh bexilgan dedi. Bizmi dal mana mush imtihonga duch kelyapmiz. Ko'p sonliqimizning mol dunyosi vatanda qoldi. Iqtisodiy qiyinchilik uchyapmiz. Bu vaqtda asla va asla Bani Isroillarga o'xshash Alloh bexilgan va yoki shuningga o'xshagan Allohga isyon qilishdan qattiq saqlanishimiz kerak. Uchinchi imtihoni bo'lsa, rahat qo'g'ilishish, jafodan qochish, ya'ni badal to'lash inining tuallab ketishi. Mana bu sababdan Bani Isroillardan bir odam u yashinib qolgan boyni o'ldirdi. Bu voqealikning oxiri qandoq bo'ladi? Musa alayhisalom bu voqealikni qandoq bitirib qiladi? Bani Isroillar o'zining vataniga qayta olamdi? Bu haqdagi tafsilotlarga qiziqsanglar, diqqatinglar kelarki darsimizda bo'lsin.